Bir xil ayollardan jahlim chiqib ketadi. O'zini guldek oilasini, bola chaqasini, erini qadrini bilmaydi. Qo'shnilarni, yon atrofdagilarni umuman olganda oilaviy munosabatiga havas qiladi. Nimaga ularda bor narsa menda yo'q degan tushuncha bor. Alloh shuni taqdir qilibdi deb shukr qilib yashashni, shukr qilishni bilishmaydi. Misol uchun o'sha erni yomonlab ko'cha-ko'yga gapirishadi, tanish bilishlariga gapirishadi, nuqul hayotidan noliydi. Hech shukr qilishni bilmaydi. Shunaqa ayollar juda ham ko'p. Xuddiki u erdan ajrashsa, boshqa erga tegsa, hayoti gullab ketadigandek tasavvur qilishadi. Lekin hech qachon esingizdan chiqmasin, eringlarni yomon deb bilsanglar, yomon eringlardan ortig'i kelmaydi. Yomon ketib hech qachon o'rniga yaxshi kelmagan. Undan battar bo'lsa bo'ladiki, yaxshi bo'lmaydi. O'shaning uchun farzandinglarni o'ylaylar. Eng yaxshisi oila tinchligi. Farzandinglarni o'ylaylar. Oilanglarni tinch saqlaylar har doim. Oilani mustahkam qilish kerak. Ajrashib ketish masalaga yechim bo'lmaydi. U o'rtada farzandinglar tirik yetim qolgani qoladi xolos. O'shaning uchun faqat o'zinglarni emas, farzandinglarni ham o'ylaylar.